Nimaga ustingdagi chiroyli kiyim va tegingdagi yaxshi mashina odamlarni senga bo'lgan hurmatini oshirib berishini bilasanmi? Seni ham asabing chiqadimi agar sen biladigan narsa to'g'risida o'rtog'ingga gapirib bersang, bu bilimlarni umuman mensimaydi, lekin Instagramda kimdir chiroyli kostyum kiyib olib yoki zo'r mashinada o'tirib, o'zi bilmaydigan narsalar to'g'risida gapirsa, uni gapiga u laqqa ishonib ketaveradi. Asabiyni chiqazma, bu Cialdini triggeri deb aytiladi. Sababi Yale universitetida buni isbotlashgan. Agar biron bir odam glavniyga o'xshab o'zini tutsa, uni eng ahmoqona, eng tupoy gaplariga odamlar ishonib, miyasi bilan o'ylab ko'rmasdan shuni tupa qilaveradi. Sababi u glavniy va u noto'g'ri gapirishi mumkin emas deb o'ylashadi. Nelson tadqiqotiga ko'ra, agarda siz biron bir reklamada mutaxassislar tavsiya qiladi degan so'zni ishlatsangiz, bu yolg'on bo'lsa ham savdoni 50% ga oshirib beradi. Shu uchun ham keyingi safar agarda bir chiroyli kiyib olgan odam senga nimadir narsa desa, unga tupa ishonib ketavermagan. Uni qanaqa ko'rinishiga emas, nima deyotganiga ko'proq ahamiyat bergan.